Assalomu alaykum, Pogruzchi YouTube kanali obunachilari. Biz o'tgan safargi obzorimizdan keyin har bir texnikani birma-bir obzor qilishga qaror qildik. O'tgan safargi obzorimizda ko'p obunachilarimiz har bir texnikani alohidadan kichik bir detallarigacha obzor qilinglar deb so'rashibdi va shunga muvofiq holda hozir biz B29 va B25 modellarimizni to'liq obzorini qilishga qaror qildik. Birinchi o'rinda ikkalasi ham 0,3 kubali texnika bo'lib, ikkalasi ham bir xil yuk ko'taradi, ya'niki ko'tarish balandliklari bir xil va ikkalasini ham hozir mayda detallari va qolgan barcha qismlarini gaplashamiz. Birinchi bo'lib B25 modelga keladigan bo'lsak, ushbu modelimiz ham 0,3 kuba bilan jihozlangan bo'ladi va 2,5 metrdan balandroqqa, ya'ni zil shu turdagi texnikalarga muammolarsiz yuk orta oladi. Keyingi detallarga keladigan bo'lsak, albatta bu motor qismi. Motor qismi 38 kilovat 51 ta ot kuchidan iborat. Ushbu texnikamiz kimlar uchun? Shu hozirgi kunda bir kichik bir zavodi yoki da bir molxonasi bor obunachilarimiz uchun. Bak sig'imi 30 litr va eng asosiy qismlardan biri rasxodi, ya'niki rasxodi 2-3 litr atrofi. Ushbu texnikamiz 900 kilo yukni bemalol ko'tarib, sizni mushkulingizni oson qilishi mumkin. Ushbu texnikamiz ham kichik bir turbina bilan jihozlangan, shuning hisobiga rasxodi unaqa ko'p emas. Hali aytib o'tganimdek 9 kilo yukni 2 metr, ya'ni 2,5 metr, 270 balandlikka bemalol tashlay oladi. Va hozirgi kunda juda ham ko'p nalichida ushbu texnikamiz bor. Nimaga? Juda ham talab katta. Shuni hisobiga hozir asosan mini pogrushchilarni, ya'ni shu turdagi kichik bir zavodlarning ichida ishlay olgan texnikalarni olib kiryapmiz. Keyingi texnikamizga keladigan bo'lsak, ya'niki shuni Hasani desak ham bo'ladi. B29 modelimiz. B29 modelimiz ham ko'tarish bir xil, 1 tonna yukni bemalol ko'tara oladi. Buni afzalligi kabinasi bor. Kimlardir kabinasiz variantini tanlaydi, kimlardir kabinali variantini tanlaydi. Ushbu modelimiz konditsioner bilan jihozlangan bo'ladi. Bu ham 51 ta ot kuchi, ya'ni 51 ta 52 ta atrofi, ikkalasi ham motor bir xil. Mana buni motorini ham ko'rsatib ketishingiz mumkin. Bu texnikamizning motori ham bir xil. Ya'niki rasxodda farq bo'lmaydi, quvvatda farq bo'lmaydi. Bu ham 900 kilo yuk ko'taradi. Va ikkala texnikamiz ham kichik bo'lishiga qaramasdan 4 silindrli motor bilan jihozlangan. Shuning hisobiga pavejni, ya'niki o'zbeklar toshbaqa quyon deydi. Toshbaqa quyon rejimi bor. Soatiga 35-40 km atrofida tezlikda harakatlanadi va eng muhim qismlardan biri unaqa qizib ketmaydi. Mana hozir kunda 200 ga yaqin texnika sotgan bo'lsak, cho'lda ishlatayotganlar ham bor. Cho'lda ishlatayotgan akalarimiz ham muammolarsiz, ya'niki qizib ketmasdan ishlatyapti. Endi bu texnikamiz ochiq joyda, lekin unaqa ish ko'p emas. Ya'niki hozir xozmaklar bor. Xozmakchi akalarimiz juda ham ko'plari kelib shu yerdan olib ketishyapti. Chunki kabinasi bor, unaqa katta emas, rasxodi kam. Shuni hisobga olib ketishyapti. Endi ikkalasini farqiga keladigan bo'lsak, mana ikkalasini albatta eng katta farqi bu kabinasida. Buni kabinasi yo'q, buni kabinasi bor. Bu kichik joylarga ham bemalol kirib keta oladi. Mana bu yerdan 4 dona bolt bilan bo'shaladi va texnikani ham tom qismini olib tashlab bo'laveradi. Bu albatta birinchi farqi, ya'ni kabinasi. Ikkinchi farqi bu balonlarida. Bu texnikamiz 100-200 kilo atrofi yukni kamroq ko'taradi. Bu 1 tonna, bu 900 kilo. 900-800 kilo atrofi. Nega? Balonlari. Quvvat bir xil, jussa bir xil, ko'tarish bir xil. Nimaga bu kamroq ko'taradi desang, balonida. Ya'niki baloni ingichkaroq, bunaqa katta qilib ishlanmagan. Bu ham ozgina ixchamlashtirish uchun har bir detallari lekin standartlariga moslashgan holatda ishlab chiqarilgan. Bu ikkinchi farqi bo'ladi. To'g'risini aytganda umuman boshqa farqi yo'q va yana uchinchi farqi bor. Endi bu do'p opsiyaga kiradi. Mana ya'niki qisqicha. Mana hozir ko'rsatamiz, qisqicha. Ushbu texnikamiz, ya'ni B25 modelimizda hozir kichik bir paxta sexlar, ya'niki kiyim ishlab chiqaradigan tekstillar ham olib o'zlari zakaz qilyapti. Menga ham kovushi ham bo'lsin, hamma bunaqa qisqicha ham bo'lsin. Nimaga? Shu paxta shu turdagi bir kovushga sig'maydigan, ya'niki qisqicha bilan ish qiladigan joylarga bunaqalisini ham olib kelganlaring uchun mana bu texnikani ham olib kelib qo'ydik. Hozirgi kunda ikkala turdagi texnikalarimiz ham nalichida bor. Endi ozgina rasxodi ko'p, ya'niki ko'proq detal sarflangani uchun ushbu texnikamizning narxi qimmatroq. Hozirgi kunda ushbu texnikamiz nalichida 11,5 ming dollar.
Bunisi esa 9,5 ming dollar. Lekin ushbu oy, ya'niki aprel, may oylari uchun Pagurchik UZB kanali aksiya e'lon qildi. Agar siz bizning kanalimizga obuna bo'lib, menejerlarim bilan bog'lanib kelsangiz, ya'ni menejerlarimiz bilan aloqada bo'lib turib kelsangiz, ushbu texnikamiz va bu texnikamizdan 1000 dollardan skidka e'lon qildik. Shoshilib qoling, Pagurchik UZB va Mingyu brendi sizni kutmoqda. Bo'ldi aka, umuman full